Hop. Bizda aytyapti y teng x kvadrat teng 6y, y kvadrat teng 6x funksiyalari bilan chegaralangan sohani y o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Demak, agar ox o'qi bo'yicha aylantirsam men hajm topish formulasi pi ko'paygan integral a dan b gacha f kvadrat x dan dx bo'ladi. Agar men buni a y o'qi bo'yicha aylantirsam integral a dan b gacha demak pi ko'paygan x ko'paygan fx dan dx bo'ladi. Demak bu y o'qi bo'yicha aylantirsa, mana bu x o'qi bo'yicha aylantirganda hosil bo'lgan jismlar hajmlari. Endi qanday shakl hosil bo'ladi? Birinchi tenglamadan y topadigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 6. Ikkinchi tenglamadan y topsak, iltizosida 6x, faqat musbat holatini olyapman. Bu holda grafikni chizsak nima bo'ladi hozir? Demak, iltizosida 6x grafigi mana bunday holatda chiqadi. Mana plus minus bo'ladi. Iltizosida 6x esa mana bunday holatda chiqadi. Xo'p, yo'q, x'imiz bu tarafga chiqmaydi-yu. Endi aylantirganda bu tarafga o'tadi mana bu. Y o'qi bo'yicha aylantirganda hozir bunday shakl bo'lib o'tadi. Demak, mana shu yerda hosil bo'lgan hajmni so'rayapti. Xo'p, ikkovini tenglab olsam, x kvadrat taqsim 6 bilan iltizosida 6x tenglasam, x barobar 6 da tenglanadi. Demak, 6 dan minus 6 gacha, minus 6 dan 6 gacha olishim kerak ekan. Demak, mana bu formulaga tushadi. Integral. Endi minus 6 dan 6 gacha demayapman-da, 0 dan 6 gacha deyapman. Chunki 2 ko'paytirib qo'ysam bir xil jism bo'lgan chiqaveradi, ya'ni y o'qidan o'ng tarafini topib, chap tarafini topish uchun 2 ko'paytirib qo'ysam umumiy chiqaveradi. Demak, x ko'paygan nima qilishim kerak? Tepadagi funksiyadan pastdagi funksiyani ayirib tashlashim kerak. Iltizosida 6x dan ayiraman, x kvadrat taqsim 6 ni dx deyishim kerak. Mana shu holat bo'lishi kerak bo'lyapti. Olamiz, demak, integral 0 dan 6 gacha iltizosida 6 ko'paytirilgan. Mana bu x ni 1 taqsim 2-si, bu x ko'paysa 3 taqsim 2-si bo'lyapti. Minus bunisi ko'payganda x ni kubi taqsim 6 dx. Demak, olamiz endi. Darajaga 1 qo'shaman, shunga bo'laman. Iltizosida 6 ko'paygan x ni 5 taqsim 2-si 5 taqsim 2 ga bo'laman. Minus x darajasiga 1 qo'ysam 4-si bo'lsa 24. Chegara 0 dan 6 gacha. Xo'p, endi 0 qo'ysak 0 lashib ketadi, faqat 6 ni qo'yish yetarli bo'lyapti. Nima bo'ladi shunda 6 ni qo'ysak? Xo'p, 6 ni 5 taqsim 2 degan 6 ni kvadrati chiqdi, iltizosida 6 qolib ketadi ekan. Ya'ni 6 iltizosida 6 36, yana iltizosida 6 qolyapti. Taqsim 5 ayiraman. Demak, 6 ni ko'pi 216. 6 ni ko'pi ko'paygan 6 deb olaylik, taqsim 24. Demak, 4 qoladi. 6 ga qisqartirsam, 6 ni kubini chiqarib yuboraman. Mana ikkovi ham 6 ni bergani uchun 6 ni kubini chiqarib yuborsam, 2 taqsim 5 minus 1 taqsim 4 qoladi. Demak, 6 ni kubi ko'paygan 8 dan 5 deyraman, 3 taqsim. Demak, 20 qolyapti. Xo'p. Buni 2 ko'paytirib qo'yishimiz kerak-da. 2 ko'paytirsam 6 ni kubi ko'paygan 3 taqsim 10 qoladi. Demak, bitta 6 ga qisqartirsam agar, pastda 5, 6 kvadrat 36 ko'paygan, bitta 3 qoladi 9. 6 kira 9 54, to'g'ri 5 yodda, 3 kira 9 27, 5 yoddayman. 324 taqsim 5 degan natijaga kelar ekanmiz. Endi A da bizda to'rtburchak berilyapti va diagonali berilyapti. A da bu taraf 12 16 ekan A da.
DS, mana bu taraf 12. Bizda savol mana bo'yalgan ikkita ning eng katta qiymatini so'rayapti. Eng katta qiymat bo'lish uchun hosilidan ketsak ham bo'ladi. Undan ko'ra osonroq yo'li o'rtasidan, demak, bo'lish kerak. O'rtasida bo'lish kerak. Shunda eng katta bo'ladi. Ya'ni 16.5 8, bu taraf 6.5. Ya'ni 12.5 6 bo'lish kerak. Xuddi shunday narigisi ham mana shu holatda bo'lganda eng katta bo'ladi. Demak, mos ravishda 6 va 8. 6 kar 8 48. Bu ham 48. Yig'indisi kerak. 48 plus 48. Demak, 96 degan natijaga erishamiz. Hosil olgan holatimizda ham xuddi shunaqa natijaga erishamiz baribir. Hop. 10-misol. fx funksiya grafiki tasvirlangan. -3 dan -2 gacha fx -4, -2 dan 4 gacha modul fximiz 6 va -3 dan 4 gacha fximizdan ayirganimiz -3 dan 4 gacha modulda fximizni bizdan so'ralyapti ekan. Hop. Grafik chizib olaylik shayga. -3 mana shu yer adashmasam. Hop, mana bu holatda chiqyapti. 4 gacha. Hop, mana bu yerda hosil bo'lgan yuza -3 dan -2 gacha. Bu 4, demak -4 ekan mana. Mana bu yuza -4 ekan. Chunki -3 dan -2 gacha mana -4 berilyapti. Hop. -2 dan 4 gacha. -2 dan 4 gacha bo'lgan oraliqda yuzasi 6 berilyapti. Ya'ni hammasi o'zi musbat oraliq bo'lgani uchun modul musbat tashlanaveradi bemalol bu yerda. Endi -3 dan 4 gachadan moduli -3 dan 4 gachani ayirmasi so'ralyapti ekan. Hop, mana -3 dan 4 gacha hozir nima bo'ladi? 6 ga -4 ni shunday qo'shganim bo'ladi. -4 plus 6. Hop. Bunday qilaylik, mana buni yo'yib olishimiz ham mumkin. Integral -3 dan 4 gacha fx minus mana buni -3 dan -2 gacha integral -3 dan -2 gacha fx -fx dan dx deyishimiz mumkin. Plus demak -2 dan 4 gacha fx dan dx deyishimiz ham mumkin agar xohlasak. Shunda -3 dan 4 gacha fx dx mana minus bilan minus plus bo'lib qolib integral -3 dan -2 gacha fx dx ta'sir qiladi, minus bo'lib qoladi, -2 dan 4 gacha fx dx bo'lishi ham mumkin. Xo'p, mana bu narsa -3 dan 4 gacha bizda -3 dan 4 gachasi nechi edi? Ha, chiqqan mana -3 dan 4 gacha 6 dan 4 deyilganim 2 chiqadi. Mana ikkovi yuzlarni yig'indisizlar. Plus -3 dan -2 gachasi bor. -3 dan -2 gacha mana -4 ga teng. Minus -2 dan 4 gachasi nimaga teng? -2 dan 4 gachasi 6 ga teng. Xo'p, bundan -8 degan yechim chiqar ekan. Differensial degan yeching. X y plus y ko'paygan y shtrix teng 0. Xo'p, quyidagicha yozib olamiz. X plus y ko'paytirilgan y shtrixda dy taqsim dx deymiz teng 0. Xo'p, mana u tarafga bitib borib proporsiya qilib borsam x dy ko'paytirib boryapman buni ham. Plus y dy teng mana bu u tarafga o'tyapti-da, dx ko'payyapti. Minus x y dx. X borlar bir tarafga, y ga borlar ikkinchi tarafga olib o'tib tashlashim kerak bo'ladi men. Shuning uchun hop x plus 1 ekan mana bu yer. Kechirasizlar. Bu kerak emas u holatda. U tarafga bitganimda x plus 1 ko'paygan dy taqsim dx barobar minus x y bo'ladi. X ni bo'lib o'raman pastga, bu tarafda turaveradi.